Assalomu alaykum, Mers Printer bozor obunachilari. Bugun bizda Gazel biznes sotiladi. Xullas, videoning davomini ko'ringlar, ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin like, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bundan keyingi videolarimizni birinchilaridan bo'lib ko'ring. Akalar, yili keladigan bo'lsa, yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan marshutkadan kesib tayyorlangan mashina sotilyapti. Mashinamiz yurib turibdi deyapti akamiz. Mashina kamchiligi yo'q. Mashina minishga tayyor mashina ekan. Qiziqqanda bo'lsa, mashinamiz motori sotgan injektor motori deyapti. Mashina Farg'onaning mashinasi akalar. Mashina narxi o'ta arzon narxda. Videoni oxirigacha ko'rsanglar narxini aytamiz oxirida. Mashina minishga tayyor, 6 ta balon yangi. Yurib turgan mashina, metani ham bor ekan. Adashmasam 4 ta 50 talik deyildi. Mashinaning kamchiligi yo'q, salonlari ishga tayyor. Akalar, mashinaning uzunligi 420, eni adashmasam 2 metr. Mana ishga tayyor mashina akalar. Bitta yo'q deganda bitta laboni puliga telefon qilib gaplashib egasi bilan kelishtirib olinglar. Xullas, mashina shu holatda ekan. Salon qismlari ham akkuratli mashina, o'sha dehqonning mashinasi akalar. Toza dehqonda kelishtirib olsalaring bo'ladi akalar. Mashina yurganini so'ramayapsiz, mashina. Tepasiga karoni qo'yibdilar akamiz. Benzin baklari ham turibdi, mashina benzinga ham yurar ekan. Xullas, puliga arziydigan mashina ekan. Balonlari ham o'rta holatda, telefonlashib kelishtirib olsalaring bo'ladi. Bizni kanaldan ko'rib chiqsanglar, 9,5 mingdan barakasiga o'tib beradi.